Assalomu alaykum. Ada yaxshimisiz? O'tiribsizmi charchamasdan? O'zing yaxshimisan? Yaxshi bo'ldingmi? Uchrashuv qanaqa bo'ldi? Qiz yoqmadi. Короче, bo'yi past ekan. Manetimdan kelib turibdi-yu. Undan oldingi safargizga nima bo'ladi? Qora ekan. Amaga qoralar yoqmaydi, вообще. Nima? Qora ekan? O'zing oppoqmisan? Qachon uylanasan, mol? O'tgan safargisida ismini eshitdingizmi? Tursunoymi? Unaqalar вообще yoqmaydi menga. Yaxshi-yu, Tursunaliyu deb yuraverasan. Undaqalar qachon uylanasan? Qachon uylanasan sen? Kallang mo'msani uylan, sheriklaring to'rttadan farzandli bo'ldi. Uylanmayman, вообще. Bunga qachon aql kirsa ekan-da bolam. Assalomu alaykum, ada yaxshimisiz? Nima qilasiz? Alaykum assalom o'g'lim. Ha, kayfiyatingiz yo'q. Uchrashuv nima bo'ldi? Bo'lmadi, короче, qizlar вообще osmonda-yu. Ishsiz ekanman. Ishsiz deyishdimi? Ha, mayli. Undan keyingisi nima dedi? Undan keyingisi bo'yingiz past deydi. Normal-yu, qarayadi. Ha, bo'yingiz past deyishdimi? Ha, mayli, xafa bo'lmang. Undan keyingisi nima bo'ldi? Undan keyingisi o'zi shpaklovkada yuradigan qizlar meni qora deyishdi. Qora deyishdi? Ha, qorani qora deydi-da, bolam. Undan keyingisi nima dedi? Undan keyingisi ko'chada Mercy yo'q, qizlar menga mashinangiz yo'q deyapti. Mashinangiz yo'q deyishdimi? Ha, veligim bor, nima deysiz, bolam? Ha, bunaqa ishga qachon uylanasiz? Uylanmayman. Bola. O'g'il bolalarni davrida uylanmadim. Endi qizlarni davri keldi. Qizlar tish qilib tanlab tegadi. Seni uylantirmaymiz, seni beramiz. E'lon. Biz chiroyli o'g'limiz bor. Yaxshi joydan kelishsa beramiz. Shular